Fazil aka, 6-savol. Hozir ijrochilik kuchaygan. Zamonaviylik, bu talab, davr talabi. Shogirdlaringiz deganda juda ko'pchilikni aytish mumkin, lekin o'zi bo'ladi ana bitta yarq etib chiqib, hali rahmatilla ham aytadilar-ku, ustoz tanitadigan shogird deydilar. Mana hozir Giler maktabida o'tiribmiz. Shu maktabdan bormi yetishib chiqadiganlari, yarq etganlari? Bor. Bir ikkita uchtasini nomini aytsangiz. Aytsam 4-5-lari xafa bo'lib qolmasmikin? Ularni taltaytirib qo'ymaylik, keyin biridan biri xafa bo'lib qolmasin. Mana uchun hammasi bir shogirdlar. Boya aytganingizda hali bitta qora ko'z bor, chiqadi. Chiqadi, orasidan chiqadi. Fazil aka, endi odam yoshi ulug'lashgandan keyin, hali ancha ko'pchilikning orasida bir e'tiborga erishganidan keyin fikr mulohazalari ham umumiylashib qoladi-da. Shunaqa. Yoshroq paytida palonchi zo'r, pistonchi bo'lmaydi devorgan odam kattaroq bo'lganda sal istihola qiladi bunaqa gap gapirishga. Yoki bo'lmasa o'sha narigi qirg'oni ham nima ish qilayotganini tushunib yetib boradi. Sizni lol qoldirgan san'atkor bormi? Sozandami, xonandami, ahamiyati yo'q. Kim o'sha? Men Faxriddin Sodiqov deyman. Juda zo'r changchi ustoz, bastakor, eng zo'r sozandalardan, maqomni haligi rivojlanishiga, ilk qadamlariga juda bir katta hissa qo'shgan inson. To'g'ri. Faxriddin Sodiqovni tanimaganlar mana shu suratga qarab tanib olishsin. Fazil aka, mana 7 sonidan ham esalama o'tib oldik. 8 soni o'sha tinimsizlik, ya'ni to'xtovsizlikni bildiradi. Beskanichность deydi u ruschasiga. 8 soni shunaqa chiziladi. Siz uchun hayotda tugamaydigan narsa nima? 8 soni ichiga tushib qolsa aylanib yuraversa. Bu hazil borasida, agar jiddiy tomondan olib qarasak, Tugamaydigan san'at tugamaydigan narsa. San'at, ijod. Fazil aka, yakunga qarab kelyapmiz. Endi sozanda odam, san'atkor odam qanaqa bo'lish haqida, ustozlar qanaqa bo'lish haqida, shogirdlar qanaqa bo'lish haqida gapirdik mana suhbatimiz davomida. Siz misol uchun dunyo ko'rgan, hayot ko'rgan inson sifatida mana hozir endi fikr mulohaza qilib gapirasiz. Misol uchun san'atkor odobli bo'lish kerak dedik. Bir-birini hurmat qilish kerak dedik. Bir esingizda qolgan shunaqa voqea bormi? Birovni shunaqa zo'r hurmat qilib qo'ygan va bir umr sizga shu narsa saboq bo'lgan. Bo'lgan voqea, katta voqea bo'ldi. Ha, o'shani bilaman-da. Bu ko'proq gapirish kerak-da. Xo'p. Bo'lgan. Shunaqa voqea bo'lgan. Mana Shvetsariyada gastrol safarida edik. Bir oilaviy raqs ansambli Meksikadan kelgan. Kelini, o'g'li, ayoli o'zi 42 yosh odam edi. Bular sahnada biri o'ynayotganda biri chiqib, hammasi o'zini partiyasini o'ynaydi. Sahnaning chetiga chiqqan paytida shu 42 yoshli odam yurak xuruji bilan tashab qoldi. O'zini tashlab yubordi. O'zini tashab qoldi. Shu bilan doktorlarni chaqirdik. Men dori qizdiryotgandim chetda. Shu bilan olib ketishdi. O'ziga kelgan kishi bo'lib turib, baribir bo'lmadi, indiniga vaqt qazo yetgan ekan, dunyodan ko'z yumdi. Shunda oddiy kuni konsert yo'q edi. Bir katta zalda yig'ilishib, xayrlashuv marosimi bo'ldi. Shunda tarjimon haligi odamni tanitib, tarjimon qilib turishdi, bizga tanitdi. Bu odam dedi, san'atni noni shunaqa ekan dedi. Shaharma-shahar yurdi. Hech kimdan hech narsa so'ramadi. Faqat so'ragan bo'lsa dedi, olqish so'radi dedi odamlardan. Qilgan ishi bu davlatga xij qo'ygan, bir hashamatga erishgan, kurashgan odam emas. To'g'ri tushuninglar. Kelinglar shu odamni oxirgi yo'lga ham dedi, bir olqishlar bilan jo'nataylik dedi. Ishonsang, ishonmasang 15 minut qahri tugamadi. Odamlar o'rnidan turib qahri chaldi. Keyin kuzatilgandan keyin Meksikasiga ortib olib ketishdi, mayitni. Hamma o'zini shunaqa og'ir kuylaridan chalindi-da.
Shunda biza Nasrulloyni chalganmiz. O'tirganlar bo'lib eshitgan, tinglagan. Shunda o'z ko'zim bilan sahnada o'tirib ko'rib o'tiribman. Hamma birinchi qator, oxirgi qatorgacha ko'z yosh bilan eshitib o'tirishgan kuyni. Birinchidan o'sha hamma fojia, haligi dard odamlarni birlashtirib qo'ygan bo'lsa, keyin kuyni ta'siri. Sozandalar bir-biriga ahilligi. Butun dunyoning sozandalari 24 ta davlatdan edi. Bu voqea Shveysariyada bo'lyapti. Aytdimmi? Shunda men o'yladim, bu odamlarning qoni bir xil hamma joyda. Qizil. Dardimiz, muammolarimiz bir xil. Fazil aka, mana yakunga keldik. O'zi yetkazganiga shukur. O'zi odatda hech kimga bunaqa imkoniyat beravermayman. Ya'ni savollarimni berib olishga harakat qilaman. Lekin siz uchun 10-imkoniyat, ya'ni 10-savolni o'rnini o'zingizga qoldirmoqchiman. Misol, men bugun nimani so'ramadim sizdan, nimani gapirgis keldi, nimani gapirmoqchi edingiz o'zi. Men anchadan bir 6 oy bo'lib qoldi taxminan sizni mana shu suhbatga chaqirganimga, ya'ni endi rozilik bildirdingiz. Demak, nimadir aytadigan gap yig'ilgan, tayyor bo'lgan menimcha. O'zi anchadan beri o'ylab yuradigan mulohazalarim bor bu borada. Yani bu savolingiz uchun rahmat. Bu savolingizga o'ylabroq, jiddiyroq javob bermasa bo'lmaydi. Mana doirachilarda men tushunishim bo'yicha ikkita yo'l bor. Bir-biriga aralashmaydigan. Hayotda tutgan yo'li doirachini. Umuman o'zi ijodkorni. Biri birinchi safga ham chiqmaslik, birinchi raqam doirachi bo'lmaslikka harakat qilish. Orqada ham qolib ketmaslik, o'rtada yurib ijod qilish. Shunchaki ijrochi bo'lib qolish kerak emas. Ijod qiladigan odam panada. O birinchi raqamli doirachi bo'lishi, o'zini olib chiqib namoyish qilish, keyingi saflarga qo'yib, orqadan shoshib kelayotgan yoshlarni ham oldinga qo'yib yuborib, faqat kamtarlik bilan ijod qilib yuradigan doirachilar turi bor. Bu birinchi yo'l. Ikkinchi yo'l, hozirgi zamonga moslashmasa bo'lmaydi. Buni hozir ko'p yoshlar bu yo'lda. Qaysi yo'lki shiddat bilan rivojlanyapti. Raqobat, kerak bo'lsa fidoyilik, kerak bo'lsa borib kimga uchrashishi, muomalasini qilishi, bitta gap bilan aytganda shustrik bo'lish kerak. Zamonga moslashish kerak. Kerak bo'lsa oldindan chiqqan to'suvlarni yorib o'tib, chetga surib, maqsad sari intilib, zamonga moslashib, o'zini o'sha har doim birinchi raqamlikka intilib, jonkuyarli, fidoyilik qilib yurish. Shu qaysi yo'lni tanlashim siz uchun to'g'ri bo'ladi? Men shu birinchi yo'lni ustozlar tanlagan yo'lni tanlaganman. Nimagaki ustozlar aytgan, mustaqil ijod birovlarning ta'siriga tushib qolmasdan, ustozlardan yig'ilgan bilimlarni bir joyga jamlab, mustaqil ijod qilib, hech qayerga og'ishmasdan, to'g'ri yo'ldan, qanchalik qiyin bo'lmasin, to'g'ri yo'ldan ketsa, agar qilayotgan ishi asl ish bo'lsa, asl san'at bo'lsa, bir kun emas bir kun ro'yobga chiqadi. Hozir chiqmasa, keyin kimdir qo'l uradi yoshlardan. Men birinchi yo'lni tanlaganman. Siz nima deysiz shunga? Yoki o'rtoqlardan so'rang. Balkim yanglishganmanmi? Fikr bildirishsin. Mana siz haligi mana qizda siz gap komment yozadiganlar ko'p-ku, ha? O'shalardan so'rab ko'ring. Men o'sha ustozlarimizni oldingi o'zbekona mentalitimizga xos yo'ldaman shu paytgacha. Shustriklarni qatoriga qo'shilmasligimni, ikkinchi yo'lga qo'shilmasligimni sababi bu yo'lda doirachiligiga adashib kirib qolganlar ham ko'p. Xo'p, keyin bizga to'g'ri kelmaydi. Kimnidir yo'lini to'sish, kim bilandir raqobatchilik qilish. Asl san'at
bu raqobat do'stona bo'lishi kerak, lekin asl ijod qilish, asl san'at bu nima deydi? Xolis bo'lishi kerak. Mustaqil, xolis bo'lishi kerak. Buni o'zi chiqib PR qilib, o'zini maqtash kerak emas. Boshqalar gapirish kerak kimligini uni. Endi hozir zamon shunaqa bo'lib ketdi-da. Shunaqa. Shuning uchun ba'zida hazillashib qo'yaman, eng zo'ri kim deysa men deyman. Shunda darhol yakun topadi hammasi. Shunaqa. Hozir birinchi raqamli do'rachilar men internetda ko'raman, juda e'lon qilishadi. Juda ko'paygan birinchi. O'zi agar qo'shsa Faqat birinchilar bor, ikkinchilar yo'q. Demak, Fayzul aka, san'at bepoyon narsa-ku. demak, og'ishmasdan har kim o'z maqsadi yo'lida harakat qilishi kerak. To'g'ri. Va aytmoqchi bo'lganim, hamma birdek mana shu doira san'ati uchun, zarb san'ati uchun ma'lum bir tarzda hissa qo'shadi, xohlasa, xohlamasa. Endi bu yoqda zarbchilarimiz juda ham ko'p. Tomosha qilganligiga ming rahmat, e'tiborlari uchun sizga kattakon rahmat. Sizga ayniqsa katta rahmat, ukajonim. Mani shogirdim, sevimli shogirdim. Do'rachilarda bitta kamchiligimiz bor. Shu qilayotgan ishimizni xalq bilan bog'lab, xalqqa yetkazib beradigan do'rachilarimiz, suxandon do'rachilarimiz kam. Shu siz bu yo'lga o'tib, jurnalistikani tanlab, juda ham to'g'ri qilgansiz. Keyin juda ham savob, ulug' ishlarni qilyapsiz. Bitta biz bu yerda emas, hali bizdan yoshi katta, elimiz tanimaydigan katta do'rachilar bor. O'shalarni yoritib, doirani sir sinoatlarini olib chiqib ko'rsatishlaringizda sizga kuch-quvvat tilayman. Charchamang bu yo'lda. Sog' bo'ling.